55 yoshlarga to'g'ri keladigan razmerlar ham bormi? Shundan bering. Yana o'sha otasiga olyapti shekilli. Jonga tegdi. Shunga mos shimir tanlashib yuboring. Qaysini olsam ekan? Shunisi tushadimi? Aha. Faqat shularmi? Aha. Sizlardan jami 2 million 200 ming so'm bo'ldi. Kartezda 2 million bor ekan. 200 ming yetmayapti. Naqd berasizlarmi? Yetmayapti? Tushunmadim. O. Oylik tushdi degan. Nima qilding shuncha pulni, ha? Yana o'zingni uyingga, otangga, ukangga kiyimlar qildingmi, ha? Mana u va dadasi o pul tushdi degungacha yo'q qilasan oylikni. Sen o'ylagin bu yoqdagi oilani, bu yoqdagi oila emasmi, ha? Adasi Nima yo'q adasi? buni. Kechirasiz. Mana 200 ming. Tashqarida bo'laman. Ming bor uzr. Adasi. Sotuvchini oldida bekor sharmanda qildingiz. Bu kiyimlarni o'zimni dadamga emas, dadajonga oldim. Ertalab oshga ketayotganda eski kiyimlarda chiqib ketdi.